Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 6-iyul kunidan 9-iyulgacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizni kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 6-iyul kuni 33-39 daraja bo'ladi. 7-9-iyul kunlar 36-41 darajagacha ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 6-iyul kuni 35-40 daraja bo'ladi. 7-9-iyul kunlar 36-41 darajagacha ko'tariladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 6-iyul kuni 33-38 daraja. 7-9-iyul kunlar 35-40 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 6-7-iyul kunlar 36-41 daraja. 8-9-iyul kunlar 37-42 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-8-iyul kunlari 20-25 daraja, 9-iyul kuni 22-27 daraja. Kunduzi 6-7-iyul kunlar 33-38 daraja bo'ladi. 8-9-iyul kunlar 35-40 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 6-iyul kuni 20-25 daraja. 7-9-iyul kunlar 23-28 daraja bo'ladi, deyiladi meteo.uz veb-saytida. Hurmatli tomoshabinlar, shu kabi yangiliklardan tez-tez xabardor bo'lib turishni istasangiz, videorolik ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang.